Qo'shiqimashdi. Menga yeydigan narsa beringlar. Birdan saqlab tur. Sana yem berishni unutib qolganim yo'q. Menga suv beringlar. Nabak usab ketdi. Menga suv beringlar. Atam bu shatotni mening ko'nglimni asun deb epkaganmidi yoki meni uning xizmatini qilib ko'nglini asun deb akaganmidi? Tez bo'l. Usab ketdim men. Marhamat. Bahuzur asla. Siz maylim. Selma. Siz maylim. Bo'ldi, rahmat. Buni sen yegin. Men birdamdan keyin atam bilan birga yeyman. Hozir kalam bilanmi? Qo'limi qiziqarliq ish ota. Nurg'un kishilar ashu quruq gapga ishinib, anamiz Havvoga uval qilar ekan va uni qilmagan ishni qildi deb qaraydi ekan. Ay qizim, kishilar ba'zida o'yinib baxmayla, eqib yurgan yolg'on yovdaq gaplarga ishinib qoladi. Sizlarga yana azroq qo'rimi tayyorlab beraymi? Bo'ldi qizim, to'yg'icha yeb oldim. Undaqda tamoq sizlarga yoqmabdi-da. Yoki qo'rimilar o'xshamabdimi? Shunda qobda o'xshabdi, biroq to'yib qoldim. Allohga shukr. Vadetga bugungi qo'rimilar yoqmaganda qiladi. O kundi shundaq, uningga hech qachon yoqqan emas. Men uningga Havvo onamizning jannatga qissasidan bilganlarimni aytib bergan edim. U mendan uning davomini so'zlab berishimni talab qilyapti. Sizlar hech qanday qilsam bo'la? Ha, bildim qizim. Qizning qaysi yeri kelgan edi? Atimiz odamning cheklangan mevani yeganda ayoli Havvoning uningga agashganligi, shuning bilan avratlari echilib qilib jannat daraxtlarining yo'pirmoqlari bilan badallarini yapqanligini so'zlab o'tgan edilar. To'g'ri. Shuningdek keyin bu ishkisi Allohga tavba qilib, mundaq debdi: "Ey Parvardigorimiz, biz o'zimizga zulm qildik. Agar sen bizni mag'firat qilmasang va bizga rahmat qilmasang, albatta biz ziyonkorlardan bo'lib qolamiz." Shuning bilan Alloh u ishkisini zaminda yashitib sinab boqmoqchi bo'ldi. Shuning bilan otimiz Odam alayhissalom ayoli Havvo bilan o'zir gullandirmoqchi bo'lgan yovvoyi hayvonlar bir-birini qarg'in qilayotgan, qon to'kilayotgan, buzg'unchilik olib berilayotgan zaminga tushibdi. Ey olamlarning Parvardigori Alloh, meni baloyi ofatlardan saqlag'aysan. Qani sen ey odam, sen yenimni bo'lsang, o'zimni ozoda va rohat his qilgan bo'lardim. Sen zaminning qaysi yeriga tushgansan? Men o'rnimdan turib seni davomli izlashim kerak. Bu nima degan cho'ng tog'a? Men bu yerda to'liq xotirjamlik his qilyapman. Xuddi jannat qaytib qolgandekla. Bu nimadir? Voy odam! Suyimligim odam. O tog' bag'rida uxlab qopdi-da. Odam bilan Havvo bu joyda tepishgan bo'g'ashqa, shunga bu tog' Arafat deb atalgan. Iblis alayları, men bu yerda turaverib bak zerikib ketdim. Sen meni şeytani o'y xiyollarimni tashlab ko'ngil ossin demsan. Meni kechirsizlar alayları. Undaq deganim yo'q. Biroq bizning odam bilan havoni ozdirish uchun qilgan tirishchiligimizdan hech qanday unumi bo'lmayotdi. Bu deganim to'g'ri. O ishkisi vaqtini Allohga tasbih etish, zaminni ovatlashtirish bilan o'tkazadi ekan. Men u ishkisini ozdirdiganga bir amal topolmay, bakli qiynalib ketyapman. Bu sening hamoqat va oldirasonligingdan bo'layotdi. Kechirsizlar alayları, menga aniqroq deb bergan bo'lsalar. O ishkisini zaminni ovatlashtirish, bir qancha farzandlik bo'lish orzusi bizning chiqish nuqtamiz bo'lib qoldi. Modalarni faqatla bilamadim-ku. Odamning farzandlari bizning keyingi nishonimiz va o'ljimizga aylanadi. Odam bilan Havvo bizning damimizga tushadigandak emas, ammo ularning farzandlari cho'qim bizning o'ljimizga aylanmay qolmaydi. Biz yovvoyi hayvonlarni do'rab, o'yin o'ynasak qanday deysizlar? Bunda qilmayli Qobil. Sen har qitim mushu o'yinni o'ynab, tirnoqlaringni badanimga sanjib menga azor berishsa, qizlardek bundoq ojiz bo'lmog'ini. Biz uncha ojiz emas. Biz burkut o'yin o'ynaymiz. Men pilni do'rayman, tamoqimni yeb bo'libsa o'chib yeydigan pil bo'laman. Ha bilsan-chu, qaysi hayvonni do'raysan? Men bu zaminni bo'stonliq aylantiradigan va uni qo'g'daydigan insonning rolini olaman. Men o't chiqaradigan vulqonning rolini olaman. Otni nerdan akilasan? Otamning o'rgatgani bo'yicha qilaman. Mana shundoq. Hay, to'xta Qobil. Unda qilma. Unda qilma dedim.
Meni qo'rqitmasanchi? Qobil, sen qachongacha bu hamoqatlikni tashlamaydigansan. Biz o'ynayotgan edik ana. U o'yinni o'zi boshlagan. Sen endi bolalar bilan o'ynag'uchi bo'lma. Nega bordiganda bu Qobil? Xush kelibsan, Qobil. İsmimni nereden bildin? Sendek Chechen ve Qobil yigitni hammasi biladi. Sen degan odamning bolalari ichidagi eng yaxshi tursan. Yo'q, undaq emas. Balki men ularning ichidagi eng betalay va bechora. Nemishqa shundoq deysan, do'stim? Men qarindishim bilan o'ynab etib, uningga savallikdan azor berib qo'yib edim. Onam meni jazoladi. Bu adil bo'lmabdi. Sen balalarning cho'ng turuqliq, ular qandaqsiga Qobilga yon besib, uni mayliga qo'yib etdi. Mening tushunmayotganim dal mushu. Qani kelinglar qilma. Lozi, qarang'i tushguncha barliq mevlarni yig'ib bo'lishinglar kerak. Baharning oxirida qarindoshlarimiz Qobil va Hobil bilan to'y qildig'inimiz rasmi ana? Atanglar shundoq bekitgan edi. G'alati ish-ku bu. To'y qilish, zaminni obodlashtirish va Rabbiga ibodat qiladigan solih avlod qoldirish uchun hayotda qilish tegishli ishlarning biri. Buni bilaman, biroq qo'sh kezikim bilan qandaqmi to'y qilaman? Sen hargizmi qo'sh keziging bilan to'y qilmaysan. Sen Qobil bilan, iqlima Hobil bilan to'y qiladi. Atimiz Odamning o'yi shundoq bo'lsa, undaqda bu biz uchun yaxshi ish. Men sizlardan bu gapni anglashni orzu qilatdim. Atanglar odam Allohning payg'ambari. Uningga itoat qilish hammamizning o'rtaq majburiyati. Bu üzüm şerbeti buzulup qolganda qiladi-ku. O konirga asri texmi ichik bo'lib qoladi. Qani ishcha. Seni hemşiren iqlima bilan to'y qiladigan deb anglayman-ku. Yo'q, Lozi bilan to'y qilaman. Iqlima bo'lsa qernishim Hobilni. Ular qandaqsiga chiroyli qizni Hobilga bergidek, yaxshi narsaning hammasi Hobilning bo'lib qolamdi. Bu qat'iy adil bo'lmabdi. Degining to'g'ri. Biroq iqlima men bilan qo'sh kezak tursa, unda bo'lsa albatta u sening bo'ladi-da. Durust. Amaliyotda u haqiqatan chiroyli. Bu ishga hajab diqqat qilmay yuribdiman desa, bu ishdimi xabar topding mana, endi qanday qilay deysa? Men bu yo'lsizlikqa endi chidab turamayman. Iqlimadan boshqa hech kim bilan to'y qilmayman. O'zingni besib olsan, har qitim bir ishga o'tda qiziqqining bilan amaliyotda hech ishni vujudga chiqaramiding? Bu qitim hargiz undaq bo'lmaydi. Men endi hargiz qarab turmayman. Ko'rimiz qo'qini. Qulog'imga faqatli ishongim kelmayotdi. Sen Allohning payg'ambari bo'lgan atangning buyrug'iga qarshi chiqishga qanday jur'at qilgansan? Ishqinglar doim Hobilga bo'lisizlar. Har qachon yaxshi narsalar uningni bo'lib keldi. Biroq bu qitim men haqqimni olmay qo'ymayman. Ig'zingni yum, adatlikrak bo'lg'in. Men nimali bo'lsin, atamning hukmiga rozi bo'laman. Albatta shunday bo'ladi-da, chunki sen uning seni bek yaxshi ko'rdiganligini va sening manfaating uchun hukm qildiganligini obdan bilasan emasmi? Undaq emas, atimiz bizning manfaatimiz uchun hukm qiladi. Bu so'g'uq muomalang bilan ochchig'imni keltiryapsan. Bo'ldi. Bu yer talishib o'ltirmay, atanglarning qiyshiq beringlar, bu ishni atanglar o'zi hal qilsin. Men qarindoshlarim orasidagi talash tortishning sababini bilamadim. Men shundoq ishning xayrli bo'lishini umid qilaman. Atam u ikkisining orasida qanday hukm chiqadi? Ulug' Alloh Qobil va Hobil ikkisini o'ziga qurbonlik qilishga hukm qildi. Undan keyinchi kimning qurbonligi qabul bo'lsa, osmondan bir parcha o't tushib uni kuydirar ekan. Yana birining qurbonligi o'z betiga qoladi ekan. Allah. Sana shukr etishimga va itoat qilishimga madad bergaysan. Voy hamoqat. Bu semiz qo'shqarni taqi et chiqib o'zingga jafo sag'inan nimasi? Men Alloh taolaga eng yaxshi ko'radigan narsamni qurbonlik qilmasam bo'lmaydi. Sen bu qo'shqarni ko'tirib yurib o'zingni halok qiladigan bo'lding. U seni keyni putulan birli tepsa tog'dan do'milab tushsan, shu vaqtda men sendan qutulgan bo'laman. Qarindashim, sening qurbonliging qani? Ko'mayvatamsan. Qo'rq o't cho'plag'i bu. Bu narsalarga o't tez tutishidi. Sen o'zingning qandoqligini bilib qolasan.
Subhanallah, subhanallah. Bu nima ish, ha? O't bizga shuncha yaqinlashgan turug'li qandoqsiga bu quruq o't cho'plarga tutashmaydigan-du. Bu bizga berilgan to'limi ro'shan bir bishorat. Alloh bizning ishimizni aniq ayirdi. Sen meni yengib oldin deb o'ylab qolma. Men seni yengib olmadim. Faqat Alloh mening qurbonligimni qabul qilib, seninkini qabul qilmadi shu. Men buni hargiz e'tirof qilmayman. Men seni o'ldirib o'tmay qo'ymayman. Bundaq yomon xiyollarda bo'lma, qarindishim. Cho'qqim shunda qilaman. Sen meni o'ldirmoqchi bo'lib qo'l uzatsangmi, men hargiz senga qo'l solmayman, qarindishim. Yo'limni to'sima. Buningga qarang, ona. Allohga shukr. Xush muborak bo'lsin. Bu o'z odamga qo'yma o'xshabdi. Balin men bexib beray. Silini jafo qo'yg'im yo'q, ana. Analarning jafosini endi bilib qolsa suyimli qizim. Suyimlik ana, Alloh silni bizdan ayirmasin, umrlarini uzun qilsin. Umr uzun bo'lganlar bir ish bo'lib ketmaydi. Umr degan barkat va yaxshi amallar bilan o'lchindi. Hargizmi uzun qisqalik bilan emas. Endi men qaytay. Allohning sizni salomat qilganiga hamd sanolar bo'lsin, suyimlik xotinim. Allohga ko'p shukrlar bo'lsin. Men otam bilan ibodat qilib, Allohning ato qilganlariga shukr etib kelay. Allohga shukr. Ibodatimni ado qilib olib, ixlimadan xotirjam bo'lib qoldim. Men bu yerda birdam orom elib olib, ondan uyga qaytay. Ha, o yerga qara. O qarindishing Hobilg'o. Shundaq. O tun bo'yi xilvatda otam bilan birga ibodat qiladi. Otanglar odam. Uni yaxshi ko'rdigan bo'g'ashqa, aniqki u solih o'g'li bilan har doim birga turdi ekan. Men endi uni otamga yaqin yo'llatqizmayman. Sen zodi nima qilay deysan? Adivini bermaydigan bo'lsa, Ko'zimga zotli ishonmayapman. Voy Muratdim, voy Pasibon. Ixlima, otam qabri beshida yig'zor qilishga bo'lmaydi deydi. Qobil bizga nimalarni qilmadi. Bugun ikki o'g'limdan ayrildim. Uning biri tenining o'limi bilan mendan ayrilgan bo'lsa, yana biri qalbining o'limi bilan ayrildi. Men dunyoda Qobildan, oxiratda Qobildan ayrilib qoldim. Allah, agar bu sana itoat qilmay, cheklangan mevini yeganlik sababidan bizga berilgan jazo bo'lsa, biz sening hukmingga bo'ysunib, rahmatingni umid qilamiz. Allah, bizni sabr toqatli qilg'aysan. بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Bu nima degan eg'ir musibat, ha? Havo onamiz bu dard alamlarga qandoq chidag'andir? Havo sabr toqat qildi. Biroq farzandlar orasida bo'lib o'tgan qayg'uliq ishlarni esdan chiqarmagan holda bola chaqa, navri chavirlarini yaxshi tarbiyalash bilan birga eri va oilasi oldidagi majburiyatlarni to'liq ado qilib keldi. Oradan ma'lum vaqt o'tib, Odam alayhissalom vafot bo'lganda, Havvo onamiz buningga qayg'urib yosh to'kdi. U bizga onalarning yuksak obrazini qoldirib olamdan o'tdi.
الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات هن النساء عطر الحياة هن اللواتي غرسن فينا خلقا ودينا خير الصفات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات أخواتكم وبناتكم زوجاتكم والأمهات قرآننا يروي لنا قصص النساء والمعجزات من الصفاجر تجري إلى المروى وامرأة فرعون تدعو مع الأسرى من الصفاجر تجري إلى